Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Anchadan beri avtobus xizmatlarini, videolarini sizlarga taqdim etmagan edik. Bu yerda Toshkent Novosibirsk Toshkent avtobuslarini, starshilari Shavkat aka, Sunnat akaning avtobuslarini video syomkalarini qildik. Bu yerda men o'zim shu avtobusda keldim, Novosibirskga kelish jarayonlaridan video syomkalarini qilganman. Azizlar, har doimgidek Shavkat aka, Sunnat akaning avtobuschilari ancha yillardan beri xalqqa ishonchli xizmat ko'rsatib kelmoqda. Ekranga O'zbekiston hamda Rossiya raqamlarini qo'yamiz. Bemalol telefon qilib bog'lanishingiz mumkin. Azizlar, mana ketyapmiz, xudo xolasa. Bugun 30-mart Toshkentdan Novosibirskga qarab yo'lda davom etyapmiz. Choy ichgani to'xtadik. 30-mart soat 9:15 ni ko'rsatyapmiz. Ertalabki. Xudo xolasa akalar, mana Qaragandaga kirib keldik. Soat millarimiz 12:30 da ko'rsatyapmiz. Ketyapmiz. Kelyapmiz mana akalar, xudo xolasa Pavlovkada nimalarimiz, Pavlodorga keldik. Akalar, mana xudo xolasa Novosibirskga kirib qoldik. Kelyapmiz avtobus. Ha, video yo'q. Kirib keldik, mana Novosibirskga, Xloksiga kirib keldik.